Bugun mehnatga kelganmiz. Birinchi mahallani ko'rsataman, qarang. Mahalla bu yoqdan zamonaga chiqib ketasiz, qarang. Kanalizatsiya bor. Bu yoq taraf mehnat postidan kirib kelasiz. 1,5 kilometr oraliq masofa. Bu yerda qarang, suv bor, gaz bor, svet bor. Sotuvga chiqqan xonadon shu 2,5 sotuv bo'ladi. 6 ta xonasi bor. Bu yoqda ham 2,5 sotuv. Narxini boshida aytaman, qarang. Bunisi 105 ming, bunisini 120 ming qo'yganmiz. Endi ichkarini qisqacha planovkasini tushuntirib beraman sizga, qarang. Kirdik. Bismillah. Kirishimiz bilan qarang, xonadon shu ko'rinishda bo'ladi. Chiroyli holatda narujin romlar qo'yilgan, semon so'g'adan chiqarilgan. Bu yerda bitta darvoza, avtomatik qo'yasiz, mana bitta mashina qo'yishga joy, letniy oshxona qilasiz. Zeleniy zonasi ham bor. Tashqaridan podvalga tushish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Ichkariga kirib borar ekanmiz, kattagina xo'lga ko'zingiz tushyapti. Divanli zona qilib qo'yasiz. Podvalga bu yoq ichkaridan ham tushish imkoniyati bor. Bu yerda mana oshxonani ko'rishingiz mumkin. Elektr ishlari bitkazib qo'yilgan. Buni yonida общий sanuzel, bu yerda kattagina bitta zal. Plitalar tashalgan, nazariylar tushyapti. Baquvvat holatda qurilgan. Bu yerda ota-onalar yotoqxonasi qo'yish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Orqa qo'liga bitta nazaringiz tushsin. Mana bu qarang, baquvvat holatda qurilganligiga ham nazaringiz tushsin. Endi qarang, pastki qavatda ikkita xona bo'ldi, bitta hol, oshxona bo'ldi, bitta sanuzel bo'ldi. Qarang, ikkinchi qavatga chiqib keldik. Qarang, bu yoq tarafga yursa bitta xonani ko'rishingiz mumkin. Mana chiroyli holatda turibdi, semon so'g'adan chiqarib qo'yilgan. Bu yoq tarafga yursa yana bitta xona, bu yerda mana bitta sanuzel, bu yerda yana bitta kattagina zal. Buni yonida bitta o'g'il bolalar yotoqxonasi qilib qo'yasiz. Bu yerda bitta ota-onalar yotoqxonasi o'zini sanuzel bilan birga bo'ladi. Ikkinchi qavatdan ko'rinish holatiga qarang, bitta e'tibor bering. Chiroyli holatda bo'pti. Narxi bunisi 120 ming bo'ldi, yonida 105 ming bo'ladi. Egara raqamni qoldiramiz. Qo'ng'iroq qilib batafsil ma'lumot olsanglar bo'ladi. 2,5 sotiqli xonadonimiz. Mehnat legendarniy. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.